alaykum. Tish og'rig'i haqida sizlarga ozgina o'qib bermoqchiman. Tish og'rigan odamning yuziga og'riq tishining ustiga quyidagi 2 oyatni yozib qo'yilsa, tish og'riq to'xtaydi. Qul huvallazi anshakum va ja'ala lakum sama val absara val af'idah qalilan ma tashakkurun. Ey Muhammad, u kofirlarga ayting, u Alloh sizlarni paydo qilgan va sizlar uchun quloq, ko'zlar va dillarini ato qilgan edi zotdir. Sizlar esa kamdan kam shukr qilarsizlar. Mulk surasi ekan bu. O'shanda bor ekan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadis shariflarda shunday buyurdi: og'riyotgan tishining ustiga shahodat barmog'ingizni qo'y va Yosin surasini oxirini o'qi. Inshaalloh shifo topasan. Avalam yaral inson biz uchun o'qiymi? Inson biz uni nutfadan bir tomchi shahvat suvidan yaratganmiz. Endi esa u birdaniga o'zimga oshkora hurmat qiluvchi bo'lib qolganini ko'rmadimi? U bizga chirib ketgan suyaklarini kim ham tiriltira olur deb masal keltirdi-yu, ammo o'zining qanday yaratilganini unutib qo'ydi. Ey Muhammad, ayting, u chirigan suyaklarni dastlab paydo qilgan zotning o'zi qayta tiriltirur. U turli xil yaratishlarni biluvchidir. U sizlar uchun yashil daraxtdan olov paydo qilgan zotdir. Bas sizlar o'shandan olov yoqursiz. Osmonlar va yerni yaratgan zot yana ularning xuddi o'zidek yaratishga qodir emas? Yo'q, albatta qodirdir. U yaratuvchi va biluvchidir. Biror narsa yaratishni iroda qilsa, uning ishi faqatgina bo'l deyishdir. U narsa esa bo'lur, vujudga kelur. Bas, barcha narsaning egaligi o'z qo'lida bo'lgan Allohga tasbih aytilur. Unga huzurlarigagina qaytarursizlar. Bo'ldimi? Tugmasini bosib qo'ying.